Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Xanin Smart do'konimizda yangi va ozgina ishlangan telefonlarimiz sizlarga e'tiborga taqdim etamiz. Birinchisi S24F korobkadagi mekerlardan o'tgan radli holatda yangidek telefonimizni $465 qilib beramiz. Naqd pul muddatli to'lovlar bilan $365 degani korobkadagi dokumentlar bor, mekerlardan o'tgan holat. 5 million 100 ming so'm deyapmiz, 5 million so'm qilib beramiz. 6 million so'mdan atrofida sotilgan Xiaomi 14 Pro 12 512 talik ideal holatdagi telefonimiz. Korobka dokument, zaryadchi hamma yo'g'i bor. 4 million 600 ming so'm sotilayotgan telefonimiz atigi 3 million 300 ming so'mga Honda 400 ni o'zi 8 operatorga 256 GB xotira yangidek bir kun ishlagan xolos. Huawei telefonimiz ham bor. Purasi 70 korobka dokument 12 operator 256 xotira radniy holatda yangidek ko'ringlar. Telefonimiz arz o'zi $400 atrofida sotilyapti, $385 qilib beramiz. Honor 400 Lite BG'miz bor, 8256 talik, ozgina chaqachuqalar bor, lekin hamma yo'g'i radniy, korobkadagi zaryadchilarcha bor. 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. Foydalanib olinglar. iPhone 12 Pro Max 84 yo'mkusda 128 talik radniy holatda Face ID turibdi, hamma yo'g'i bor. $400 ga ham arziydi. Telefonimizni $375 qilib beramiz. 385 ming degan 75 ming shuni o'rtasida. Bir ko'rib Telegram kanalga o'tsanglar, aniq narxini yozganmiz. iPhone 13 Pro Max 92 yo'mkusda 256 talik Blue Sweatda Face ID turibdi, hamma yo'g'i bor, radniy holatda. Telefonimizni Xanin Smart do'konimizda o'zi $600 ga ham arziydi, $555 qilib beramiz. Samsung Galaxy S10 5G hamma yo'q zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Ekranda ozgina sariq dog' bor, bilinar bilinmasi ham. Hech qanaqa muammosi yo'q, hamma yo'g'i yaxshi qolgan joylari. 8 operatorga 256 GB xotira, telefonimizni 1 million 650 ming so'm, 1 million 600 qilib beramiz. Honor X9 B'si bor, holati zo'ri, aybi nuqsoni yo'q. Hamma yo'g'i radniy, Face ID nimalari ishlaydi. BG poddashka qiladi, 8256 talik telefonimizni 1 million nech pul qo'ydik? 650 1 million 800 1 million 850 ming so'm qo'ydik, 1 million 800 qilib beramiz. Korobka dokument zaryadchilaricha bor. iPhone 11 ozgina chaqachuqalari bor, ekrani alishgan, ekranga yaxshisi alishgan, Face ID turtonlari bor telefonimizda. Telefonimiz juda ham arzon qilib beramiz, 1 million 650 ming so'm. Foydalanib qo'yinglar arzon narxda. iPhone 13 Pro radniy holatda 128 talik 74 yo'mkusda Face ID turton, imekasi yesimi ham o'tgan. Telefonimizni o'zi aslida $500 ga ham arziydi. Telefonimizni $435 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka bor. Hammasi naqd pul muddatli to'lovga chiqaveradi. Muddatli to'lovga ishonch orqali qilib beramiz. Agar ish haqinglar bo'lsa yoki kafilliklar bo'lsa, olsanglar bo'laveradi. Hammasini tavsiya qilamiz. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Hammasi puliga arziydigan telefonlar. Bundan tashqari ham telefonlarimiz ko'p. Kecha ham qo'ydik, yana yangiliklar ham bor. Bundan tashqari kunda kelyapti. Telegram, Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangiliklar birinchilarni olib ko'rasizlar. Arzon narxda eng yaxshi ishonchli sifatli telefonlar qilib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.